status, uровень va komfortni sevuvchi akalarimiz uchun Dongfeng 008 avtomobillarimizni sizlarni e'tiboringizga havola etamiz. Avtomobillarimizni parametrlariga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 5 o'rinli va 6 o'rinli. Ikkalasini balon razmeri 21. Ikkalasida ham zapas xoda 1200 kilometrni tashkil etadi. Qora rangli avtomobilimizni saloniga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, apelsin rangida 5 o'rinli 29500 AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor va qo'shimcha fishkalariga to'xtaladigan bo'lsak, Abduf abagreiflari mavjud. Oq rangli avtomobilimizga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, qora bilan seri kombinatsiya qilingan salonga ko'zingiz tushadi. Narxi 32200, 29500ligimizda 1 yillik garantiya. Bu avtomobilimizda bo'lsa 3 yillik garantiya. Bunda ham plus massaj sideni ham mavjud. Bilmaganlar uchun ushbu avtomobillarimizning uzunligi 8 metrli, polniy zapas xoda 1200 kilometrni tashkil etadi. Ikkalasi ham gibrid, yep yangi avtomobillar. 29500 dollarligimizda 1 yillik garantiya, 32200 dollarlikda 3 yillik garantiya va shu bilan birgalikda bir qatorda 33000 AQSh dollarga polniy full paket avtomobilimizni sizlarga taqdim etamiz. Ey Allohim, hamma niyat qilganlarga shunaqa mashinalar haydash nasib ro'za aylagan. Allohga oson o'rtoqlar, o'zi chevar. Hammamizga nasib qilsin.